bu joyimni quyosh panel sotadigan akalarga, o'rnatadigan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Ya men tajribam davomida 3 xil klient bo'lgan, har doim shu muammo bo'ladi. Birinchi klient hamma ma'lumotni so'raydi. Paneldan tortib o'sha hattoki tomga qiladigan germetikizgacha, shurupgacha hamma ma'lumotni so'raydi. Panel nima, invertor nima, nimaga ishladi, qimmat bunda nega arzon. Juda ham ko'p energiya talab qiladi. Odatda qo'ydirmaydi. Keyinchalik qo'ydirish mumkin, lekin ana o'sha momentda qo'ydirmaydi. O'shanga u energiya sarf qilayotganda, nima deydi, rozi bo'lasiz ketkazayotgan energiyaga. Uni asabiylashib, buni siz qanaqa qilmaysizlar. Ikkinchi mijozlarimiz bor. Ular kimdir uchun qo'ydirayotgan bo'ladi. Ya'ni akasiga, ukasiga, ishxonadagi xo'jayiniga, boshqasiga posrednik bo'ladi. Sizni olib boradi, klient bilan o'rtadagi peryorgacha bo'ldi deydi, men hozir mijozdan so'rab aytaveraman deydi, akamdan so'rab aytaveraman, yo xo'jayindan so'rab aytaveraman, bo'l, aka uyga keling, ko'r yoki ishxonani keling, ko'ring, hisoblang, o'lchang, nechi pul. Narxiga aralashmaydi ular. 5 ming siz, 5 ming, 10 ming siz, 10 ming bo'ldi deydi. Shu aytaveraman bilan yuvib ketadi keyin. Bo'ldi. Yo xo'jayin aytavermagan bo'ladi, yo ukasi aytavermagan bo'ladi. Shu o'rtadagi odam klientlar, ikkinchi klient bo'ladi. Unga ham energiyasi ko'p xarajat qilmang. Bunaqa klientlar ham bir kun o'zi qaytib chiqadi. Uchinchi toifadagi klientlar bu ayniqsa menda ko'p bo'ladi. Shunaqa uchinchi toifali klientlar telefon qiladi-da. Bo'ldi deydi, nechi pul? 50 kilovat 10 grad sistema, falon joyga qo'yish kerak. Bo'ldi. Lonji qo'yib berasan, haymo yukson, Huawei qo'yib berasan yoki Bluetooth qo'yib berasan yoki Play qo'yib berasan. Men tariflar bilan tanishib chiqdim, profillar bilan tanishib chiqdim. Hammasi ma'qul menga, mana puli deydi. Ya'ni bunaqa mijoz juda kam va ular shunaqa hamma yo'ni bilgani uchun biz ularga energiyani kamroq sarf qilamiz, aslida ko'proq sarf qilish kerak. Oladi, qo'ydiradi, qolganlarga ham tavsiya qiladi. O'sha mana ikkita mijozdan ololmagan zavqingizni bundan chiqarib olasiz. Kimda yana shunaqa holatlar bo'lgan, mijozlar bilan savdo bo'limlari, quyosh panel sotuvchilar, o'rnatuvchilar, sizlar ham o'zingizlarning qiziqroq hikoyangiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar.